Hozir agar o'tdi ichidan bitta ilon ushladik do'stlar, akam katta gapirib qo'ydilar. Shu ilonni hozir zahrini olib, piyalaga solib, ichib senga ko'rsataman dedilar. Aka, 900 yetadimi rostdan? Yetadi, javob. O'lib netib qolsangiz mendan emas. Gap yo'q. Hozir zahrini olasiz, ichasiz, ichgandan keyin tabiatgani qo'yaveramiz ilonni. Davay. Qani, kamerani yaqinroq. Bular. Bismillah. Qani. O zahrini qaranglar, zahrini. Mana. Voy. Ajoyib zahar berdi bu. Mana tishi. Mana shu ikkita tishidan beradi zahar. Mana zaharni oldik. Hozir ichadilar. Bilmadim nima bo'ladi, aka o'lib netib qolsangiz mendan emas. Bilmadim, endi birinchi marta ichdim mana. Yo'q-a? Ha. Qani ichingchi. Ye. Yaxshimisiz? Tinchmisiz, ha? Ey! Qarang, turing. Akamiz shunaqa Nasimet o'ladi deb o'yladinglarmi? Yo'q. Mana akam turibdilar, soppa sog'lar. Hurmatli do'stlar, biza klinikaga kelganmiz. Ilon zahri bilan davolaydigan opamizni mana sertifikatlari, hamma narsalari bor. Uyda shunaqa lecheniya qiladigan klinika ochganlar. Bu qanaqa kasalliklarga davo bu, opa? Assalomu alaykum aziz yurtdoshlarimiz, hammalaringizga xayrli kun. Bu o'zimiz uyimizda boqadigan tabiatdan olinadigan ilonlardan olingan tabiiy zaharlardan tayyorlangan ushbu preparatlarimiz tabiiy usulda davolanadi. Hozir mana iste'mol qilgan bemorimiz oshqozon bezovtaligi bilan xastalangan edilar. O'zingizni qanaqa his qilyapsiz, hurmatli bemor? Men his qilaman. Sizda qanaqa kechimmalar bo'ldi hozir zaharni iste'mol qilganingizdan so'ng? Bodrimman, yaxshi his qilaman o'zimni. Oldingi holatimdan zo'r yaxshiman. Qarang azizlar, tabiiy bo'lgan ilon zahri inson organizmiga tushgandan so'ng u mo'jizaviy xususiyatga ega. Qisqacha qilib aytganda 1000 dardga shifo degani bu. Siz har qanday kasallikka bemalol foydalanishingiz mumkin, toki faqatgina muolajani olishdan oldin sertifikatga ega bo'lgan shifokorga, diplomga ega bo'lgan shifokorga, tabobat bo'yicha o'sha maxsus hujjatlariga ega bo'lgan shifokorga, mutaxassisga uchrab muolaja olishingizni tavsiya qilaman azizlar. Hurmatli do'stlar, bularning adresi Jizzax G'allarovda. Mabodo kelmoqchi bo'lganlar, mana uylarida hozir klinika ochganlar. Qanaqadir kasalliklar bo'lsa, bu universalni-a? Albatta. Bosh miya xistasi bilan kasallangan bemorimiz bor edi. Hozirgi kunda ilon zahri bilan muolaja qilganmiz. Bu bemorimiz hozirgi kunda turmush qurib, hayotda, даже homilador bo'lib, уже bemalol sog'lom turmush tarziga yashab kelmoqda, Xudoga shukr. Kelmoqchi bo'lganlar do'stlar, pastda bularning telefon nomeri, adresi, lokatsiyalarini aytib o'tdim. Telefon nomerlarga Telegram yoki WhatsApp ila bo'lsa, bemalol telefon qilib, adresi, lokatsiyasini olib, bemalol kelishinglar mumkin. Mana bemorlarimiz ham bor bu yoqda. Sizlar kelaverasizlar.